Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan joriy yil 15-aprel kunidan 15-may kuniga qadar respublikamiz hududida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti. Bu borada Buxoro viloyatida ishchi guruhlar tuzilib, maxsus reja ishlab chiqilgan. Mas'ullar tomonidan tunu kun xizmat tashkil etilgan. Dastavval bo'lib o'tgan yo'riqnomada ishtirokchilarga profilaktik ishlarni kuchaytirish, kriminogen vaziyatga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularni bartaraf etish, shuningdek, yoshlar ishtirokidagi jinoyatlarni oldini olish borasida topshiriqlar berildi. G'ijduvon tumanida tashkil etilgan tezkor tadbir davomida tumanning Mustaqillik mahallasida yashovchi shaxsning xonadoni ko'zdan kechirilganda jami 180 gramm marixuana giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlandi. Tomorqasida 12 tub kannabis hamda 32 tub ko'knor giyohvandlik o'simligini ekib parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Vobkent tumani Chorbog' kent mahallasida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan fuqaroning xonadoni ko'zdan kechirilganda esa xonadon omborxonasida jami 207,7 grammga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasi va 83 kilogramm mis rangli metallni noqonuniy saqlab kelayotganligi fosh etildi. Jondor tumani Zangi mahallasida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash uyi belgilangan tartibda tekshiriladi. Natijada xonadonidan 1,7 grammga teng bo'lgan marixuana moddasi topiladi. Aniqlangan mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.